Rossiyaga birinchi kelganimda tikuv sexiga ishlaganman. U yerdagi ayollarning 7-8-10 yildan beri ishlayotganligi, lekin haliyam o'ziga bitta uy olmaganligini eshitib, demak men ham shu yerda ishlaydigan bo'lsam, 10 yilda ham o'zimga uy ololmas ekanman degan fikr tug'ilgan. Shunda men tushundimki, o'zimni biznesimni boshlashim kerakligini, u yerda men qolmasligim kerakligini tushunib, u yerdan ketib onlayn biznesga kirdim. Onlayn biznesda ustozlarim 5 yilda kvartira, mashina olsang bo'ladi, o'zingni karyerangni qursang bo'ladi deganini eshitib, sraz ish boshlab, 5 yil ichida uje 2ta kvartira, 2ta mashina, chet el sayohatlardan tashqari hozirda o'z karyeramga ham ega bo'lganman. Hozirda Rossiyaga birinchi marta kelayotgan ayol qizlarimizga maslahatim, oddiy ishda ishlab, vaqtinglarni ketkazmasdan, lutsi o'zinglar xohlagan, yoqtirgan bizneslarni tanlab ishlasanglar bo'ladi. Qisqa vaqt ichida normal natijaga chiqasizlar.